Salom hammaga, sizlar bilan Grand Franklin. Bugungi videoda qanday qilib Grand Mobile o'yinida pulingizni tezda oshirish mumkin bo'lgan ishlarni top 3 taligini ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Qanday videoni boshladik. Mana do'stlar, biz yetib keldik. Birinchi ishimizga bu avtobus haydash ishi bo'ladi. Bu ishda siz ko'p pul topishingiz mumkin. Buning uchun men bu GPS ni tanlab 7-raqamdagi ishlarni bosib, avtobus haydovchiligi deganni bo'limni tanlaysiz va shu yerga kelib olasiz. Keyin esa bu yerdan bu ishni olishni bosasizda, boshlashni bo'ldi. Endi siz bu yerdan marshrutlardan arzamat shaharni tanlaysiz va keyin ishni boshlasangiz bo'ladi. Shunda ko'proq pul olasizlar. Har bir chipta yo'lovchi olganingiz uchun $75 to'laydi sizga. U odam chiqishi shart emas. Shunda ham bitta krug aylanib kelsanglar bo'ldi. Normalniy pul ishlab olasizlar. Bu avtobuschilikda. Keyingi ishga o'tamiz endi. Do'stlar, keyingi ishimiz bu mashina olib sotish ishi bo'ladi. Buning uchun siz bu o'zi ish ham emas, biznes desa bo'ladi. Buni biznes deb hisobga olamiz. Bu yerga kelish uchun GPS dan jamoat joylari oxirgida 7-avtomobil bozoriga lokatsiya qo'yasizlar. Mana shu eshik yoniga kelasizda avtomobil bozor showroomini bosasiz. Bu yerda odamlar bo'ladi. Odamlar bilan yaxshilab savdolashishinglar kerak. Muomalalarni yaxshilash kerak. Shunda normal o'z Telegram kanalimda GS savdosini boshlaganman. Boshlash uchun Telegram kanalimda GS sotib olish kerak bo'ladi. Virt ham qabul qilinadi. Virt sotib ham sotib olib beraman sizlarga. Mabodo mening Telegram linkim kerak bo'lsa, postdan Grand Franklin ikkitani yozsangiz chiqadi yoki-da profil opsiyasida chapkasida bo'ladi. Telegram kanalim o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kimda virt bo'lsa o'zim olaman. Telegramdan yozsanglar bo'ldi. Tekshiringlar. Nitro shularni tekshirib olasizlar. Do'stlar, shu bilan biz endi keyingi ishga o'tamiz. Do'stlar, bizda 3-ish bu shaxtaga keldik. 3-ishimiz bu shaxta. Bu yerda siz olmos topishingiz mumkin, izmurt, temir, shunaqa narsalar topib sotishingiz mumkin. Lekin sizda bu yerda juda ko'p mehnat qilishingiz kerak. Mabodo olmos topib qo'ysangiz, normalniy pulga sotasiz. Bu 200 dan 500 gacha sotasizda. Olmoslardan temir, izmurt ular sal arzonroq bo'ladi. Bu yerga kelishingiz uchun men bu xaritada arzamat tagidagi men bunaqa narsa bor, men qizil narsa turibdi. Shu yerga kelasizlar va yuqorida ishga kiradigan joyi bor buni. Shu yerdan ishga kirasizlar va men bu binoning yoniga kelasizlarda kirka sotib olasizlar. Bu yerda eng yaxshisi men oltin kirkada eng yaxshisi. Bu yerdan bir kun ishlamoqchi bo'lsanglar, bir kunlikdan sotib olsanglar bo'ladi. Eng yaxshi kirka shu bo'ladi. Agar har kuniga ishlamoqchi bo'lsanglar, men bu 3 millionga normalni. Keyin men bu avtobusni pulini qayerdan olish esimdan chiqdi. Buni har bir soatda payday degan narsa bo'ladi. Shu yerdan olasizlar. Avtobusda ishlagan pulinglarni yana nega menga pul bermadi deb yurmanglar bolalar. Men bu Grand Mobile soatida 20:55 ku, shu 21:00 bo'lganda har bir soatdan payday bo'ladi. Shunda sizlarga pulinglar tushadi. Shu bilan bolalar videomiz yakunlandi. Keyingi video nima haqida bo'lsin, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Like bosish, obuna bosish esingizdan chiqmasin.
Hammaga xayr.